Assalomu alaykum qadrli ilmli onalar. Bugun sizlar bilan homiladorlikning 8-haftasi haqida gaplashamiz. Ushbu videomizda homilangiz qanday rivojlanayotgani, sizdagi badaningizdagi o'zgarishlar, hissiyotlaringizdagi o'zgarishlar va butun hafta uchun maslahatlarni sizlarga aytib o'taman. Siz esa kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar siz 8 haftalik homilador bo'lsangiz, men sizni tabriklayman. Bu degani siz allaqachon 2 oylik homiladorsiz degani va oldinda sizni atigi 7 oy kutyapti. Keling endi farzandingizni rivojlanishi haqida gaplashsak. Chaqalog'ingiz harakatlana boshlagan va ushbu dastlabki harakatlar ko'proq o'zidan sodir bo'ladigan boladagi titroqlarga yoki shunaqa cho'zilishlarga o'xshab ko'rinishi mumkin. Ular 7-8 haftadan boshlanadi va ultratovush tekshiruvlarida ko'rinadi. Ya'ni o'ziga borganingizda kichkinagina nuqtacha bo'ladi bolangiz, lekin baribir uni harakatlanayotganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Lekin siz bolangizni bu harakatlarni 16-22 haftalik homilador bo'lmaguningizgacha o'zingizni qorningizda his qila olmaysiz. Juda ham ko'p homilador ayollar, ayniqsa birinchi marta homilador bo'lganda, "Voy, bolam tepdi" deydi. Qandaydir og'riqlar bo'lgan bo'ladi qornida, lekin aslida bolangizni qimirlaganini, o'sha tepganini 16-22 haftagacha sezmaysiz va ko'p homilador ayollarda, ayniqsa birinchi marta homilador bo'lganlarda, homiladorlikni, aynan homilani sizni tepishi, qimirlashlari birozgina kechroq sezila boshlaydi. Bolangiz nafas olishga tayyorlanyapti. Uni nafas olish tizimi shakllanyapti va nafas yo'llari bolangiz tomog'idan rivojlanib borayotgan o'pkasini shoxlariga tomon kengayib boryapti. Bundan tashqari, farzandingizda asab tizimi ham rivojlanyapti. Kundan kunga bolangiz tanasida asab tizimi kengayib, bir-biri bilan, bundan tashqari mushaklar va boshqa to'qimalar, masalan, ko'z va quloq kabi a'zolar bilan ham bog'lanib boryapti. Aytgandek, bir narsani aytishni unutmang-ku, farzandingiz hozirda 1,6 santimetr, taxminan shunchalik kattalikda. Bu degani bitta oddiygina malinani olib qo'lingizga qo'yadigan bo'lsangiz, farzandingiz shunchalik kattalikda degani. Yoki yaxshiroq tushunishingiz uchun katak daftardan 3 dona katakchalik kattalikda desak ham bo'ladi. Farzandingiz shunaqangi jajji, lekin o'zingizda baribir uni harakatlarini ko'ra olasiz. Bu mo'jiza-ya? Farzandingizni jinsiy a'zolari ham rivojlanib boryapti. Bilaman, hozirdan o'ylayapsiz, menda qizmi yoki o'g'il, qiz tug'amanmikin, o'g'ilmikin deb, lekin hech ham bu haqida xavotirlanmang. O'zingizda bu narsani ko'ra olishingizga yana taxminan 6 hafta yoki 8 haftacha vaqt kerak bo'ladi. Jajjigina mo'jizangiz yurakchasi 150 tadan 170 tagacha 1 daqiqa ichida uryapti. Bu degani sizni yurak urishingizdan taxminan 2 barobar ko'proq degani. Agar siz haligacha poliklinikaga chiqib, o'sha yerda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, albatta bugunoq hamma ishingizni yig'ishtirib, u yerga chiqib, albatta ro'yxatdan o'tib qo'yishni sizga tavsiya qilaman. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, men birozgina kechroq chiqqanim uchun butun kunimni o'sha yerda bosh og'riqlari bilan o'tkazganman. Turli xil tilxatlar, arizalar va ko'pgina qog'ozbozlik ishlarini qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun u yerga vaqtida chiqishni unutmang. Poliklinikaga chiqqaningizdan keyin u yerda bepul ginekolog ko'rigidan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ginekolog sizga turli xil analizlarni yozib beradi. Masalan, sidik analizi, qon analizlari va ana shu analizlarni poliklinikani o'zidayoq bepulga topshirishingiz mumkin. Aytgandek, agar poliklinikada sizga ba'zi analizlarni yozib, bizda bunaqa analizlar yo'q, borib pullik joyda topshirishingiz kerak deydigan bo'lsa, o'zingizdan, sog'ligingizdan pulingizni ayamang. Rostdan ham poliklinikada hamma analizlar bo'lavermaydi va ba'zi homiladorlar uchun zarur bo'lgan analizlarni borib pullik joyda topshirishingiz tavsiya qilinadi. O'sha yerga borganingizda ginekologingiz sizdan turli xil savollarni so'raydi. Masalan, necha yoshda turmushga chiqqaningiz, necha yoshdan beri jinsiy aloqada bo'lganingiz, qachon hayzingiz birinchi marta kelgan, qanaqadir dorilar ichasizmi maxsus, yuragingiz, hamma sog'ligingiz joyidami, zaxir, davleniya sizni qiynamaydimi, qanaqa operatsiya bo'lgansiz, appenditsit bo'lganmisiz va hamma shu kabi savollarni sizdan so'raydi. Shuning uchun bu kabi savollarga o'zingizni tayyor tuting. Farzandingiz haqida yetarlicha gaplashdik. Keling endi siz haqingizda gaplashamiz. Sizni badaningizda bo'layotgan o'zgarishlar haqida. Nimasi normal, nimasi esa xavotirga sabab bo'ladi.
Birinchi va eng ko'p odamlarda kuzatiladigan o'zgarishlardan biri bu ko'paygan выделениyalar. Mana shu выделениyalar sizda har kuni hojatxonaga kirganingizda o'sha ichki kiyimingizda odatdagidan ko'ra ko'proq ekanligini yoki sal boshqacha konsistensiyada ekanligini ko'rishingiz mumkin. Buning nomi inglizchada leukorrhea deyiladi va u sizni badaningizda shiddat bilan rivojlanib borayotgan gormonal o'zgarishlar hisobiga ko'payib kelayotgan bo'ladi. Agar hidsiz, oq rangda bo'ladigan bo'lsa, hech ham xavotirga o'rin yo'q, lekin agar sizni выделенияларingiz sarg'ish, yashil yoki noxush hidga ega bo'ladigan bo'lsa, albatta doktoringizga tezlik bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Unutmang, agar sizda выделениyalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, suv bilan ichingizga suv tiqib yoki qandaydir boshqacha uslublar bilan o'zingizni tozalashingiz shart emas. Sizni qiningiz o'zini o'zi tozalash xususiyatiga ega bo'lgan organingiz hisoblanadi. Ichingizga qo'lingizni tiqish orqali siz nafaqat o'zingizni tozalayapman deb o'ylaysiz, balki o'zingizga qo'shimcha infeksiya yuqtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi masala bu toksikoz. Ba'zi ayollar juda ham omadli bo'ladi va umuman hech narsani his qilmasdan birinchi trimestrni o'tkazib boradi, lekin ko'pgina boshqa ayollarda kuchli toksikoz ularni qiynaydi. Shaxsan o'zim hayotimdan sizlarga aytib beradigan bo'lsam, men shu darajada kuchli toksikoz bo'lganmanki, 23 soat kravatda uxlab yotardim, boshim og'rib, hamma joyim og'rib, qolgan o'sha 1 soat turib ozgina suv ichsam ham hojatxonaga kirib qusib tashardim va ortiqcha qusish aslida sizni badaningiz uchun unchalik sog'lom bo'lmagan narsa. Agar sizda ham men kabi holat kuzatilayotgan bo'lsa, albatta doktoringizga uchrab, ular tavsiya qilgan dorilarni qabul qilishni unutmang. Ba'zi holatlarda agar juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, sizdagi qusishlar, bosh og'riqlar, holsizlik juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, sizni sahraniyanga yotqizishadi va u yerda sizga kapelnitsa qo'yishadi. Menimda ham shunaqangi holatlar bo'lgan va kapelnitsadan keyin o'sha kunni o'zida yaxshi bo'lardim, lekin yana tezdagina hamma holat odatdagidek bo'lib qaytardi va kapelnitsa olmagan kunim odatdagidek kuniga 10 mahaldan ortiq qusib tashardim. Agar mendagi toksikoz unchalik kuchli emas, lekin baribir ozgina ko'nglim aynayapti, o'zimni holsiz his qilyapman deydigan bo'lsangiz, sizga mana shu tavsiyalarni berishim mumkin. Birinchi o'rinda limonli yoki imbirli suv yoki choy. Mana shu narsa sizga anchagina yordam berishi mumkin. Agar o'shani ichgandan keyin o'zingizni yaxshi his qiladigan bo'lsangiz, demak bu sizga yordam berayotgan bo'ladi. Lekin ichganingizdan keyin battar achitqi ta'm bilan qusadigan bo'lsangiz, bu narsani davom ettirib o'zingizni qiynashingizni tavsiya qilmayman. Menga ham doim aytishardi, qussang ham mayli, ichaver deb va men o'zimni majburlab yurib ichardim, lekin baribir hammasini yanada yoqimsiz holatda qusib chiqarardim. Shuning uchun men har doim homilador ayollarga aytaman, agar biror nima yedingiz va o'sha narsani battar yomon ta'm bilan qusib chiqaryapsizmi, o'zingizni majburlamay qo'yavering, demak u narsa sizga mos kelmayapti ekan deb. Endi yana sizga yordam berishi mumkin bo'lgan narsa, har doim o'zingiz oldingizda qanaqadir krekerlar, kichkinagina pechenkalar olib yurish. Masalan, menga tuzli krekerlar, tuk nomli tuzli krekerlar juda ham yordam berardi va men faqatgina o'shalarni sirlik ta'mi bor yoki ozgina tuzni o'zini ta'mi bor bo'lgan krekerlarni yaxshi ko'rardim. Ba'zilar uchun bu bo'lishi mumkin shirinliklar yoki qandaydir mevalar bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi ayollar olma yesa yoki qanaqadir banan yoki nordonroq kivi yoki shunga o'xshagan mevalar yesa, ularni toksikozi ancha yengillaydi. Sizga nima mos kelishini bilishingiz uchun har xil narsalarni tatib ko'rishingiz, o'zingizga mos keladiganini topishingiz kerak bo'ladi. Bu esa birozgina vaqt oladi. Toksikozizni yanada yomonroq o'tishiga sababchi bo'ladigan ba'zi narsalar bor va u narsalar har bir odam uchun individual bo'ladi. Masalan, men uchun oshxonaga kirish va oshxonani hidlash, yog'ni hidi hammasi juda ham kuchlilik qilardi va men battar qusishni boshlardim. Shuning uchun birinchi homiladorligimda umuman deyarli oshxonaga kirmaganman. Hatto u yerda ovqat qilinmayotgan bo'lsa ham, kirganimdan keyin o'sha yerga yaqinlashganimda ko'nglim aynardi. Sizda qanaqa trigger bor? Mana shu narsa aynan nima sizni ko'nglingizni aynishga eng ko'p sababchi bo'layotgan narsa trigger deb ataladi. Menda trigger o'sha oshxona edi. Sizda hozir qanaqa triggerlar bo'lyapti? Izohlarda, kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Endi esa butun hafta uchun sizga tavsiya beraman. Har doim iloji boricha солнцезащитный krem, ya'ni quyoshdan saqlovchi krem o'zingizga surtib yuring.
Judayam ko'p ayollarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'zingiz ham homiladorlikdan keyin, tug'ruqdan keyin yuziga turli xil qora dog'lar tushib ketadi va buni nomi ingliz tilida melasma deyiladi. Bu sizni teringizda bo'lishi mumkin bo'lgan bir holat hisoblanadi va homiladorlikda gormonlar judayam tez o'zgarib borayotgani evaziga mana shu kabi o'zgarishlar ham sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha, hattoki qish bo'lsa ham солнцезащитный kremni o'zingizga surib yurishni unutmang. Ko'p suv ichishga harakat qiling, lekin g'ultillatib bittada ko'pgina ichib oladigan bo'lsangiz, u ham sizni ko'nglingizni aynitishi mumkin. Shuning uchun ozginadan doimiy ravishda oldingizda suv olib yuring va uni ichishni unutmang. Siz hozirda necha haftalik homiladorsiz va aytib o'tgan belgilarimni qanchasi sizda kuzatilyapti? Izohlarda yozib qoldirishni unutmang va kanalda har haftalik homiladorligingizni rivojini doimiy men bilan kuzatib borish uchun obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.